Bo'ldi, o'zingiz tanishtirib yuboring. Ismim Jamshid, familiyam Zaydmurodov. Xizmat yo'g'on ko'rsataymi? Ko'rsatsangiz ham mayli ko'rsating. Body kamerasi ishlayapti, to'g'rimi? Ishlab turibdi. Hozir to'xtab odam tushiryapman mana. Mana. Litsenziya bo'lsa, komandir litsenziya bor. Avval qilish muddati. Komandir nima muammo? Litsenziya ham bor, odam tushiryapman. Qachondan beri to'xtab turibsiz? Ha? Qachondan beri to'xtab turibsiz? 1 minut bo'lgani yo'q. 1 minut bo'lgani yo'q? Sen sizlar kelgandan qarab turibmiz aka, sizda bir narida. Hozir endi sizlar kelganlaringga bir 5 minut bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, to'xtaganimga 1 minut bo'lgani yo'q. Mana odam tushirdim. Siz qanday bilasiz? Odam kiyimini, narsalarini olguncha tushirib olmayman, to'g'ri tushuninglar. Endi klientdan kelib chiqib ishlaymiz-da biz. 5 ming, 10 ming pul olamiz, to'g'risi-da. Tirikchilikda yurgan odammiz. Litsenziya olganman, qonuniy ishlayapman. Hozir petak qo'yaman, petak bo'lsa petakka yozinglar, petak men sotga ochsin, sotga boraman, petak olaman. Gapni eshiting. Sizga ma'muriy javobgarlik kodeksining 299-moddasi bo'yicha sizga tushuntirib o'taman. Siz huquq va majburiyatlaringizni yozib qo'yibdi u yerga. Siz agar bizlarning xatti-harakatimizdan norozi bo'lsangiz, bizlardan yuqori turuvchi organga murojaat qilishingiz, undan keyin siz agar dalillar keltirishingiz o'sha sudga jarayonda va ma'muriy ish olib borayotganda siz advokat saqlash huquqiga egasiz. Sarson bo'lishga majburman, komandir. Sarson bo'lishga majburman. Endi sarson bu bizlarning qonuniy turgan narsami? Norozi bo'lsangiz agar murojaat qilishingiz haqli deyapti. Siz tushuntirib o'tayman o'sha narsani. Tushundingizmi? Hozir nima uchun, nima sababdan protokol qilmoqchisiz? Aka, siz qarab to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzib turibsiz aka. To'xtash qoidasini buzib turganim yo'q. O'shadan sizga qarab turibmiz aka. Siz umuman mana shu yerda harakatlanganingiz yo'q. Mana shu yerda hozir odam tushiryapman. Litsenziya bo'lsa, litsenziya bor. Litsenziya bor ekanda bemalol to'xtab turish mumkin emas. Bemalol to'xtab turish emas, odam tushgunicha to'xtab turamanmi? Qancha vaqtda tushasiz? Sizga 5 minut, 10 minut qancha vaqt to'xtashim mumkin? To'xtashingiz mumkin emas sizda. Odamni tushirib, qarang, harakatlanib ketishga haqlisiz. Mana bu yerda to'xtab turishga haqli emassiz. To'xtab turganim, odam tushguncha to'xtab turamanmi? To'xtab birdan yurib ketaman odam tushmasdan. Gapni eshiting-da, siz o'shadan qarab turibmiz aka. 5 minut, 10 minutlar bo'ldi sizni qarab turganimizga. 5 minut, 10 minut bo'lgani. Siz qanday isbotlab berasiz? 5 minut. Body kamerasi bilan isbotlab beraman. Bo'ldi, kechirasiz. Body kamera mana ishlab turibdi. Ishlab turibdimi? Ishlab turibdi. Qanday 10 minut yolg'on gapiryapsiz? Xodim bo'lib turibdi. 5 minutdan ko'p bo'ldi, 7 minutlar bo'ldi. Yo'q, taxminan gapiryapsiz. Taxminan gapiryapman, qarab turibman aka. Taxminan gapirmang. Taxminan gapiryapman, 7 minut bo'ldi aka. Qonunda taxmin yo'q. Aka, sizga aniq fakt bilan aytaman, 5 minutdan o'tdi, 7 minut bo'ldi siz to'xtaganingizga. Odam tushgunicha. Siz odam qarab turibsiz, kutib turibsiz mana bu yerda. Tushgunicha kutib turdim. Sizga aytaman. Yon atrofdan syomka qilib oling aka. Yon atrof syomka qilishim shart emas. Mana to'xtash mumkin emas. Znak bor, to'g'ri. Litsenziya ham bor. Aksesman, odam tushirdim. Odam tushguncha kutib turdim. Tushgandan aka kechirasiz. Mana bu yerda odam tushgandan keyin qarab o'tiribmiz ana shu yerdan turib sizga. Odam tushdilar, kelgandan keyin tushdi narsalarni olib. Aha. Sizlar kelgandan keyin yurib keta olmayman. Ungacha tushirmasiz. O'sha yerdan turib siz boshqa mashina bilan gaplashdik. Tushadigan odamni majburlab tushirmaysiz. Hurmatli haydovchi, qarang, sizga yana qaytarib aytaman. O'sha yerdan turib qarab turibmiz sizga. Tushadigan siz svetoforga, qizilga kelib to'xtagan vaqtingiz kelib to'xtadim. To'g'rimi? Qarab turdik sizga. Xo'p. Balki qarab turgandir. Odam qarab turibsiz, odam kutib turibsiz. Odam kutib turgan, odam tushirdim. Mana shu isbotlab bering, siz bo'ldi. Tushirganmisiz? Men xo'p harakatlanmadingiz. Tushunmadim. Siz kelgandan keyin tushirdingiz. Mana tushgan odamdan so'ranglar. Shuncha vaqtgacha tushirmadingiz, biz kelgandan keyin tushirdingiz. Yo, tushgan odam tushadimi? To'xtadim bu yerga. Narsalarni komandir keling-da, men sizga ko'rsataman ustodan. Mana shuncha narsasi turibdi. Qanday tushirib yuboraman hozir birdan? Siz umuman tushirishga harakat ham qilganingiz yo'q shu vaqtgacha. Harakat qilganim yo'q emas. Kiyimlarni olib, kiyib tushgunicha qanday vaqt o'tadi-da siz? Yo'nalishsiz taksisiz-da. Hali nima bo'lsa, litsenziya mana shu bo'lish kerak bo'lgan litsenziyani olganman. Siz yo'nalishsiz taksisiz. To'g'rimi? Mana litsenziya. Yo'nalishsiz taksisiz. Hali yo'nalishsiz taksiman, to'g'ri. Yo'q, mashina to'xtab, odam tushirib, odam olishga haqli aka. yo'q, to'xtab turganim yo'q. Odam tushiraman, yurib ketaman. Sizlar kelyapsizlar-da, to'xtatyapsizlar. To'xtab turganim yo'q. Kechirasiz. Mana litsenziyangiz. Aka, telefon nomeringizni aytasizmi? Yo'q, telefon nomeri nimaga aytishim kerak? Sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz 128 16-modda. Sabab
Sababni aytyapman, mana znak turibdi. Sizga yana Znak 294-modani tanishtirdim. sizga litsenziya ham ko'rsatyapman. Aka, Qanday siz znak haqida gapni gapiryapsiz? eshitib turing. Sizga 294 Biz eshitdim tushuntirdim. sizni. 294 Sizni tushuntirdim. maqsadingiz jarima tuzish. Sizni eshitib Yo'q, qo'ydim. kechirasiz, jarima tuzish emas. Men siz Maqsad taksilingiz jarima tuzish bo'lyapti. taksiligingizni bilish uchun aka peta qo'yib oling. Taksiligini bilish uchun qonuniy narsa ko'rsatyapman sizlarga, qog'oz. Sizga noqonuniy deyotganim qonuniy. Nimaga bo'lmasa petak Lekin qarang, qo'yasiz? siz kel to'q. Petak qancha bu- ikkilamchi narsa. Qanday ikkilamchi narsa? Mana bu hujjat bo'lmasa Mana petak shu- 10 ta qo'ysam foydasi, Gapni to'g'rimi? eshiting, petagingiz bo'lganda siz kelib to'xtamasiz, so'ramasdingiz sizdan. Xo'p, nima endi hozir petak qo'ysam to'xtab so'ramasdinglar. Mana bu hujjat muhimmi, petak muhimmi? Ikkalasi ham kerak aka. Xo'p, petakka yozinglar. Petakka yozaylik. Xo'p, petakka yozinglar. Bizlar to'xtab Xo'p, turishga bo'ladi. yozamiz. Qonunda petakka yozish To'xtab bormi, turishga yozinglar. yozamiz. Gapni eshitib turing. To'xtab turing. Agar yuqorida sizga aytdim, murojaat qilasiz dedim. Agar Nima biz uchun xato harakat- sarson bo'lishim kerak murojaat Aka, qilib? murojaat qilasiz. Aytaman sizga. Qonun yozib qo'yibdi o'sha narsani. Sizga tushuntiryapman aka. Yo, siz nima uchun qonunda Siz bitta mana narsa ushlab olmangda aka. Siz hujjatim bo'lgan odamni siz to'xtatyapsiz, jarima qilyapsiz. To'xtatganimiz yo'q, to'xtab turgan joyingizda to'xtab kelyapmiz. turgan joyingizda biza to'xtash To'xtab to'xtatganimiz turganingizda yo'q. odam tushish uchun to'xtaymanmi? Odam tushganini ko'ryapsizmi? Aka, kechirasiz. Kechirasiz. Qarang, Odam siz qarab tushyaptimi? turibsiz. Qarab turibmiz. Telefonimizni 5 minutdan aytasizmi? o'tdi. Siz Odam to'xtab turgansiz. tushyaptimi? Siz Bunday to'xtab aka, turgansiz. telefonimizni besh minut. aytasizmi? Odam tushyaptimi? Nomeringizni aytasizmi, boshqa Yo, odam Telefonimizni tushyaptimi? aytasizmi, aytmaysizmi? Bosh tortaman. Bosh tortasizmi? Telefon Imzo chekishdan bosh tortasizmi? Vaqtni o'lchash qobiliyati bormi? 5 minutdan ko'p bo'ldi deyapsiz. Nimaga? Qanday? Nima deganingiz? Miyangizda Vaqtni o'lchash hisoblayapsizmi? qobiliyati bormi? Nima deganingiz? Zamon texnika rivojlangan. Nima bilan hisoblayapsiz? Soatimiz bor. Qani? Telefon, nima deganingiz? Qani Qiling soat? mana. Bor ekanini ishlab turibdi. Ha? Mana soat. Yo, soat 5 minutligini Mana. qayerdan nechidan Mana soat. nechigacha to'xtab Ya siz soat bormi deyapsiz? Mana soat ko'rsatyapman. Hop, mana Bilamsizmi? komandir Soat soat. ko'ryapsiz, soat bormi deyapsizmi? Mana menda ham soat Nima bor. kerak bor? Soat Vaqt. bormizda soatni ko'rsatyapman. Tushunyapsizmi? O'zingiz aytyapsiz, soat bormi deyapsiz. Mana soatim turibdi. Maynovchilik Siz qilmang. maynovchilik qilmang. Maynovchilik Maynovchilik qilmang. Soat so'rayapsiz, soat ko'rsatyapman. odamlar charchab kelayotgan odam vaqtini olib maynovchilik. Aka, mana. Siz o'z vaqtingizni olyapsiz. O'zim vaqtim olmayapman. Imzo chekkasini chekmaysiz. Imzo chekkasini chekkmaysiz. Qonun ishlayotgan odam. Imzo chekkasini chekmaysizmi? Qonun ishlayotgan Imzo odam chekka- nima uchun sarson bo'lishimga savol. Imzo chekkasini. Qonunni ishlayotgan bo'lsangiz, aka to'xtab qolmang, odamni tushiringlar, keting. Endi harakatdan odam keting. tushguncha kutasizki, siz ham Odam endi 2 minutda tushar, 1 minutda tushar. Beg'am inson, siz ham biz Jo'rabek ham. aka, Imzo qarang, chekkasini gapni chekmaysizmi? Imzo. To'xtab turing. Ha, qarang. Insonmiz, xo'p? Mayli, siz ham insonsiz, to'g'rimi? Mani Odam odam- 1 minutda tushar, 2 minutda tushar. Endi 5 minutdan endi bemalol o'tirib siz o'tirib tushirmaysiz-ku 5 minutda. Sizga ko'rsatyapman, pul sanab berishi bor, kiyimlarni. Endi 5 oldida. minut vaqt yetadimi? Shunga 1 minut vaqt yetar. Endi vaqtini 2 minut. hisoblagan, siz 5 minut deyapsiz. Endi bilmadim, 5 minut bo'lgan yo'q, to'g'risida. Mayli, men Shunday. registrator surib ko'ring. Registratorimni ko'rishim shart. Ko'ring, mana sizga yaqqol mana registrator bor ekan, ko'ring. Qancha vaqt ishlaganda siz bilan tortishib o'tirgan. aka, mana qancha vaqt turganingiz, aka ishlab turibdi registratoringiz. Yo, ishlab turgansiz siz bilan. Keling uncha ko'ramiz. tortishmayapmiz. Mana syomkasiz ko'ring. Tomondan kelayman. Yo, oching endi shu tarafdan boshlaymiz. Video registratorim ishlayotgan, Oching, bosing. Ishlasa siz bilan buncha tortishib vaqtim Qancha to'xtab turganingiz, qachon kelib turishganingiz, hammasi shu. Endi bilmayman sizlar nima maqsad jarima tushmi? Endi sizlarda ham ayb yo'q, to'g'ri, sizlarga majburiyat qo'ygandir balki. Kechirasiz, hech qanaqa Kimlardir majburiyat tomonidan. Yo'q. Mana shuncha jarima qilasan, ha, ishlasam siz bilan tortishmaydi. Bosing, tagidagi knopkasini bosing. Asta knopkasini bossam u ishlaydi. Ishlamaydigan narsa. Yolg'on gapirmayman. Bu narsa uchun. Avaringa qo'shib olib bunday kurishingiz ham noto'g'ri-da. Yo, endi avarinka qo'shib to'xtab turganim yo'q, misol. Sizlar misol inson sifatida bu qonun, forma hamma narsa o'z yo'liga, to'g'risi. Inson sifatida odam tushayotgan ko'rib turibsizlar, prosta jarima tutishga harakat qilyapsiz. Bu narsa noto'g'ri narsa lekin. Siz noto'g'ri gapirasiz. Jarima Noto'g'ri tutishga harakat gapiryapsiz. qilyapsiz. Agar ana shunday kelib siz ham borki, normalniy gapirganingiz biz ham insonmiz-da. Sizga noto'g'ri kelib- gapirmadim, sizni Biz ham sizga haqorat noto'g'ri. qilmadim. Yo'q, siz Sizni hujjatlaringizni ko'rishga sensiramadim. haqli. Hujjatimni so'raganingizdan Gapni birdan eshiting, qo'lingizga tutdim, to'g'rimi? Gapni Gamandir? eshiting. Sizni hujjatlaringizni so'radi, to'g'rimi? O'zini tanishtirib. Birdan berdim hujjatni. Yo'q, to'g'ri, Aysalga birdan soldim. berdi. O'zim tanishtirdim. Kelib Aysalga solmadimmi? Gapni eshitib turing aka. Men sizdan gapni eshitib turing. Siz qonun jihatdan to'xtab odam sizni to'xtab turishga ega emassiz. To'xtab turganim yo'q. Tushundingizmi? Endi gapni eshitting. tushundingiz. Gapni eshitting. Aka bizlar svetofor narigasaga to'xtab, narigi tomonga bitta odamni protokol qildi. O'sha paytda avaranga yonib turibdi. O'sha payt, o'sha yerda. Gapni eshitib turing endi. O'sha payt yonib turibdi. Ko'rdik, bu kim ekan dedikdan keyin o'tib mana svetoforga to'xtadik. Keldik, tushdik. O'zim tanishtirdim. Hujjat so'radim sizni 294 mingni tanishtirdim. To'g'rimi? Siz faqat aytasiz, o'zingiz bitta gapingizni ushlab olgansiz-da. Bo'ldi.
Odam tushiryapman. aka Gapni shunday bo'lib aytaymi? qoldi, mana Tushiraman. tushiraman, shunday vaziyat bo'lib qoldi, yuki bor orqasida Vaziyat desangiz, biz to'g'ri tushunamiz. Siz aytasiz, Tushunamki, yukni odam ko'rsatdim, necha minutda to'g'rimi? tushish kerak? Ayting gapni, Yukini ko'rsatdim sizlarga. Aka, Nima qilish keyin kerak ko'rsatyapsiz. qildim, to'g'rimi? Necha minutda tushish kerak? Sizlarga borchilik qilib yo sizlar Yo, aka u borchilik deganingiz u boshqacha muomala, boshqacha ish bo'ladi. Siz qonunchilikda To'g'ri, Bu gapiryapsiz. boshqacha ish bo'ladi. Qonunni aka qonunni bilmasdan ijozatdan ozod etmaydi-da. Siz Qonunni qarang, bilmas, gapni eshittiring. bilmas, qarang. Meni gapimni eshiting, birinchi siz meni eshiting. Chetra turib gapirasiz. Vazirlar Mahkamasining 172-sonli qarori bor. Shu yerda 13-bob, 13-bob, 91-bandini o'qib ko'rsangiz, o'sha yerga yozib qo'yibdi akajon. Litsenziyasi bor, qanday ularga hamma narsasi yozilgan. Bizlar ham sizga o'zimiz kelib, yo bir to'g'ridan to'g'ri protokol tuzamiz deymiz. Lizenziya o'zlaridan ham boshimiz ikkita emas akajon. O'qiganimizdan shu tushunib sizga aytyapmiz. Lekin taksiga qanday xolisona misol o'zingiz qanaqa qilingda odam olayotganim yo'q. Misol mana shu yerda ko'rsatsa odam olaman deb to'xtaganim yo'q bu yerda. Odam olaman deb to'xtasam odamni oldiga to'xtaydi. Siz gapni eshittiring-da. mana shunday vaziyat chiqmasligi uchun mana shu chetroqqa o'tdim, shuncha yuki borligi uchun tushirib narsalar bilan tushirib Endi ketaman. u yo'l o'rtasida ketadigan joyi yo'q bu yerda. Nari tarafga o'tadigan joyi yo'q. Lekin to'xtamaysiz. Ketadi, ketadi-da. Hop, men ko'zingizdan kelmay to'xtamaysiz, nariroqda. O'zingiz Katta ko'rsatasiz. odam bor. Ha? O'zingiz ko'rsatasiz. Osondanmi? Osonda mana bu bir qadamda Aka turaman. 3 yil ishlaganman, bilaman. Siz ko'rganman shu yoqda-da. Qayerda? Qo'shinda ko'rganman. Qo'qon markazigami? Ha. Qo'qon markaziga tug'ilganimdan men 3 marta borganman. Ashi borgan ko'rganman-da, mashina Pasport olganda borganman aka, prava Siz mayli, o'g'lagan joyingiz. Bulat tomonga turasiz? Bulat tomonga turasiz? Bulatiga yetmasdan, yo'lakka ham Ha, yetmasdan. mayli, Bu turar tomon. joyini qo'yinglar. Nimadir bunday narsada misol Ha, qanday insoniyat. narsa? Qanday hisob kitob qilsanglar, lekin hozir men hujjatim bo'lmaganda ham sizlar jarima tutsanglar, sizlarni ham vaqtinglarni olmaydi, o'zimni ham. Misolda, Hop. misol hujjatim bor, misol mana shunday tushganman. Litsenziya ham olganman, boshqa bo'lganman, jarima ham to'laganman. Hop. Lekin hozirgi holatda litsenziya mana shu litsenziya olib ishlaydi. Mana vijdonasiz, Bir-ikki vijdon kunga haqida yurgan gapirdingiz-da, odammiz-da. mana vijdon haqida mana. Siz o'zi to'xtab turganingiz vijdondan to'g'rimi? Mana. To'xtab turganim yo'q, sizlar yana Yana- to'xtab turibdi deyapsizlar-da bu yerda. Qarang-da, men hujjatni Bu yerda? olib gapni eshiting-da. Aha. Siz ismingiz kim? Ismi Jo'rabek. Jo'rabek aka. Qarang, gapni eshiting. Siz mana shuni litsenziya bergishdan men bilan protokol qilmadim. Litsenziya bergishdan yana huquqiy ommaviy axborot vositalariga chiqqan narsalardan o'qinglarni o'rganib oling. Sizga iltimos shuni. Biroz tortishdan oldin, birovga nima qilishdan oldin bitta narsani o'zingizdan so'rayman, o'zingiz qonun tushunadigan xodimsiz. Masalan, hozir mana shu holatda odam olib keldim, yuk narsalar bilan orqaga ortganini ko'rib turibsiz. Hozir narsalar bilan tushirish uchun men qanday harakat qilishim kerak? Qancha qilib tushaman aytaman, deb. Jo'rabek aka, bizlar ham tavakkaldan tavakkal kelmadik deyapman. Mayli, ana shunday holatda aka, siz tushiring, odamni tushiring. Xo'p, mana. Odamni tushiring, tushinglar, bemalol harakatlanib keting. Mana bunday to'xtab turmang, odamimiz bilan 5 minut, 6 minut. Odam bilan hozir orqasida sumkasi bor edi. Mana qarang, oldingizda o'tiruvdi, oldingizga o'tiruvdi. Oldimda o'tirganligini bilaman. Narsa olib, pul bergunicha Bemalol vaqt ketyapti. qarang, ijtimoiy tarmoq qo'yishingiz mumkin, lekin haqorat qilmagan. Agar haqorat qiladigan holat bo'lsa, men sizni sudga beraman. Haqorat qilsalar Tushundingiz-a? haqorat qilmayman. Nima haqorat qilmayman? Gapni eshiting, ana buni sizni o'zingiz uchun videoni saqlashingiz yoki tegishli joyga berishingiz mumkin. Xo'p, Lekin agar ijtimoiy tarmoqqa bizlarni haqorat qilib yoki kamsitadigan gaplar chiqarsangiz, biz sizni fuqaro usuliga beramiz. Chunki bu yerda Bemalol. ichki ishlar organlarini yo ichki ishlar organi yo umumiy fuqaroni huquq va manolari turibganda nimasi? Bo'ldam syomkada o'tiring endi. Sizga nima kerak? Kamsitish bo'yicha. sizlarda hech qanday qonunsiz ish bo'layotgani yo'q-ku. Shuning uchun aytaman, siz faqat o'sha qonunda men bizlarga ham bekor nari tomonga to'xtadi, svetoforga to'xtadi, ergasiz turishib o'tirgan vaqtimiz ham yo'q. O'sha yerda to'xtaganimiz, kutib o'tirganingizni ko'rganimiz uchun kelib sizga nima qilamiz? Undan oldindan mashina to'xtab odam olib ketadi, bir yo'l deganmiz. Bizlar odam olishingizga biz hech qanday e'tirozimiz yo'q. Olib ketaveramiz. Olish tushirishga e'tiroz yo'q, tushundim. Tushundingizmi? Bizlarga Biroz hozir mana shunday vaziyat bo'lib, narsasi ko'p tushirishga vaqtim ketdi, to'g'ri. O'tiribdi, yoningizda o'tiribdi-ku, qanday odam tushiradigan odam tushib mashina harakat qiladi, siz mashina oldida o'tirib gaplashib o'tiribsiz-ku, nima qilasiz Gaplashib unda? o'tirganmi, u klient bilan qanday gaplashib o'tiraman, ishlaydi. Mayli, xo'p, men tushiradigan odam tushish kerakmi? Mashinadan tushib bemalol narsalarni olish kerakmi? Xatabi? Siz o'tiribsiz mashina ichida. O'tiraman-da nima qilaman? Shopir tushmaydi-ki pastga. Xo'p, tushirish. Siz aytyapsiz, tushirishim kerak deyapsiz. Tushiradigan odam tushish kerakmi? Mashinadan tushib
klientlar narsasini olib berish kerakmi? qarangda, siz ham misol ishlagan. Yana qarang, yana hozir vijdon hozir gapirsam, yana vijdon haqida gapirasiz-da. Vijdon haqida gapirmayman. Siz o'zingiz aybingizni hech ikki taraflama ko'ring-da. Siz o'z aybingizni hech ko'rmayapsiz-da, faqat shu mana shunday qilish kerak ekan, mumkin litsenziya oldi degan hamma narsa mumkin degani emas do'stlar. Hamma narsa qilayotganim yo'qmi? Nima qilyapman? Shu aytayman, shuning uchun tushirish